Oh my god. 53 ta obunachi. Bu ajoyib. 83 ta video. Kanalga kirib turinglar. Yangi video yaqinda chiqadi. Va yana mana shuncha video. Mana. Like'lar ko'paytiramiz. Shortslarga esa shortslar yaxshi. Ayniqsa mana bu video. Mana shuncha prosmotrlar. Mana shuncha. Lekin ko'radi, lekin like bosmaydi va kirmaydi. Sizlarga bir narsani o'rgataman. Agar sizlar yangisizlar va mana bunaqa videoni topib oldik. Kanalga kirmoqchisizlar va mana bu yerda havolardan ustiga bosasizlar. Va o'zi avtomatik mana teleport qiladi o'zi. Paydo bo'lasizlar. Like bosasizlar. Obuna bo'lasizlar. Yangilar like bosib obuna bo'lamiz. Yana bir gap. Mana shuncha tomosha, like'lar, obunachi. Mana shuni 200 ta obunachi qilamiz. O'zbekiston 49, ba'zilari Braziliyaniki 3, Hindiston 3. Kimi yoshini ichida. Xullas, mana erkak 53, ayollar 46, yoshi 18, 24, 25, 34, 35, 44. Yoshingiz nechida sizniki? Yozib qoldiring va obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Va yana bir gap. Artifakt yangi video chiqarib qo'ygan, lekin uni tayyorlash uchun montajyor kerak. Mana obunachilarim montajyor bo'la oladi. Mana 2 million obunachi. 102 ta video bilan ko'ryapsizlarmi? Yonma-yon kelganda. Men 83 ta video bilan ham buncha obunachi bo'la olmayapman. Hech bo'lmasa meni har yil nima deydi? Har yil yosh kerak obunachim. Aslida hamma xayr. Qisqa vaqt ichida AgroXMC bo'ldi. Yangi videolar chiqishiga oz qoldi do'stlar. Yaqinda yangi video chiqadi. 2 ta. 7 taga 4 ta video chiqaraman. O'shanda 87 ta video chiqargan bo'laman. Xullas, xayr. PUBG haqida ham chiqib qoladi. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Mana shularga like bosasizlar. Qishloq hayoti 2. Eng zo'r modlar bilan chiqadi videolar. Hamma xayr. Qisqa vaqt ichida Grox bo'ldi. Xayr do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, bosishdan chiqarmanglar. Xayr.